Assalamu alaykum, hörmətli televizor görgüçülər. Dünya Uyğur Qurultayı Tor televiziyasının günlük xəbərlər proqramımıza xoş gəldinizlər. Mən İftixar Abdurşid. Hörmətli görürmənlər. Tövəndə diqqətinizlər günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatı bolsun. Amerika Dövlət Məclisi Xitay İşləri İcraiya Komiteti 11 avqust günü Twitter'ga uçur yollab, tutqundaki Raila Davudning taqdiriga izchil ko'ngil bo'lib kelayotganligini ifodalagan hamda Xitoy hukumatidan uni qo'yib berishni talab qilgan. Twitter'da mundaq deyilgan: Raila Davud Şinjan Universitetining hurmatga sazovar folklorshunosi. Ammo u 2017-yili izdereksiz g'oyib qilib etildi. Xitoy hukumati uni qandoq sotlaganligi va nega qamaganligi haqida hech qanday uchur bermadi. Biz uning qo'yib berilishini talab qilamiz hamda xalqaro jamiyatni uning masalasini Xitoy amaldorlarining oldiga qo'yishga chaqiramiz. Ma'lum bo'lishicha, professor Raila Davud 2017-yili 12-oyda urug' tuqqanlarga o'zining Urumchidan Beijingga boradigan aeroplanga chiqishga tayyorlik qilayotganligini aytgan ekan. Shuningdan keyin u izdereksiz g'oyib bo'lgan. Raila Davud garchi Xitoy hukumati tomonidan atalmish tarbiyalash lagerda yoki tutib turish o'rnida va yoki turmada tutib turilyotdi deb faraz qilinayotgan bo'lsa-mu, ammo hozirgacha uningdan hech qanday xabar bo'lmagan. Amerikadagi ichitilgan Jamiyat universiteti Tori 2020-yili doktor Raila Davudga odamiyat fanlari bo'yicha faxriy professorlik unvoni bergan. Bu mazkur o'rinning odamiyat fanlari bo'yicha tutqundagi olimlarga bergan tunji faxriy professorlik unvoni hisoblanadi. Raila Davud shu yili yana xatar ostidagi olimlarni qutqizish tashkiloti tomonidan 2020-yillik tafakkur jasorat mukofotiga erishgan edi. Diplomat jurnalining xabarida ko'rsatilishicha, Xitoy hokimiyati Sharq Turkistonda jazo lagerlari ta'sis qilgan 2017-yildan buyon Sharq Turkistondagi 386 nafar Uyg'ur olim va tadqiqotchi tutqun qilinib lagerga solangan yoki turmaga tashlangan. Yaqında Angliya Tashqi ishlar ministri Liz Truss Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik yurgizayotgan Xitoy hokimiyatiga qanday taqobil turishning choralari ustida izlanib kelayotganligini bildirgan. New York shahrida chiqadigan Buyuk Era gazetining bu vaqtdagi xabarda aytilishicha, Liz Trussning bu ifodasi Angliya parlament a'zolarining uzundan beri hukumatga Uyg'urlar uchrayotgan irqiy qirg'inchilikni e'tirof qilish to'g'riliq besim qilish bilan munosabatli ekan. Liz Truss Angliyaning bosh ministerlik saylamiga tushadigan muhim nomzodlarning biri bo'lib, agar u kelar oydagi saylamda utib chiqa olsa, Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi masalasiga ko'ngil bildiganligi va Xitoy hukumatining jinoyatidan hisob so'raydiganligini bildirgan. Angliya parlamenti Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini e'tirof qilgan bo'lsa-mu, ammo Angliya hukumati buningga xalqaro sud qaror berish kerak deb pasib turib olgan edi. Liz Truss yangi hukumatning bu masalada aktiv bo'lish kerakligini bildirib, amaliyat shuki, xalqaro sud sistemasi buningda rol o'ynay olmaydi. Biz uningga qarab tura olmaymiz. Shunga men bu ishda qarg'a keladigan boshqa mexanizmlarni ishlata olamizmi yo'q degan masalada izlanyapman degan. Dünya Uyghur Qurultayining oliy maslahatchisi va Uyg'ur akademiyasining bosh raisi doktor Rishad Abbas bilan Uyg'ur harakati tashkilotining raisi Roshan Abbas xonim 11 avgust kuni Amerika Tashqi ishlar ministrligini ziyorat qilib, ministrlikning yuqori darajalik amaldorlari bilan Uyg'urlar masalasi haqida, bo'libmi har qaysi ellardagi Uyg'ur muhojirlar duch kelayotgan jiddiy masalalar va uni hal qilishning choralari haqida suhbat ilib bordi. Bu Uyg'ur olimi doktor Rishad Abbas bilan Roshan Abbas xonimning bu oy kirgandan buyon Amerika Tashqi ishlar ministrligini ikkinchi qatim ziyorat qilishi bo'lib, ular 4 avgust kuni Amerika Tashqi ishlar ministrligini ziyorat qilib, Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini qanday to'sib qilish masalasi haqida Amerika Tashqi ishlar ministrligining munosabatli amaldorlari bilan suhbat ilib borgan edi. Uningdan boshqa yana ularning Amerika Davlat Majlisidagi lobby faoliyatlari jiddiy davom qilmoqda. Doktor Rishad Abbas boshchiligidagi Uyg'ur hay'ati 26-iyul kuni Amerika Avam palata a'zosi Tom Suzy bilan ko'rishib, uning bilan Uyg'ur Amerika grajdanlari va siyosiy panoh tilguvchilarni Xitoy hokimiyatining davlatlar hal qilgan ziyonkashliklardan qanday qo'g'dash qatorliq muhim mazmunlar ustida muzokara ilib borgan. Shundaqli 28-iyul kuni Roshan Abbas xonim bilan Uyg'ur tadqiqot markazining direktori Abdulhakim Idris apandim yana Amerika Avam palatasining raisi, Amerika siyosiy sahnasidagi 3-nomerli kuchli shaxs Nancy Pelosi xonim hamda Amerika Davlat Majlisining a'zosi Jim McGovern bilan uchrashib Uyg'urlar masalasi to'g'risida suhbatlar o'tkazib kuchli ta'sir qo'zg'agan edi. Xitoy hukumati Amerikaga eksport qilgan quyosh energiyasi taxtasiga ishlatilgan xom ashyoning Sharq Turkistondagi majburiy emgak bilan chetishliq emasligini isbotlab berolmagan. Amerika xabarlari to'g'rida e'lon qilingan mazkur xabarda aytilishicha, Uyg'ur majburiy emgakining oldini olish qonuni ijro qilingandan keyin Xitoyning Amerikaga zo'r miqdorda eksport qilayotgan quyosh energiyasi taxtasi, paxta to'qimchilik mahsulotlari va boshqa mollari tamojini tutib qilinayotgan bo'lib, Xitoy shirkatlari bu mahsulotlarni ishlab chiqarishda Uyg'urlarni qul qilib ishlatmaganlik haqida hech qanday isbot ko'rsatib
berolmagan. Amerika tamojnasi Xitoy şirketleridan quyosh energiyasi taxtasiga ishlatiladigan kristallik kremniyning muhim moddasi bo'lgan kvartizni qazish ishlariga majburiy emgak kuchlarini ishlatmaganligini isbotlashni talab qilgan. Ammo Xitoy shirkatlari buni isbotlab berolmagan. Ma'lum bo'lishicha, Sharq Turkistondagi kremniy va kvartiz konlarida majburiy emgak silinayotganlar ko'p bo'lib, bularning ko'pinchisi turma qamoqxonalarga yoki atalmış qayta tarbiyalash o'rinlariga solanganlar ekan. Xabarda aytilishicha, Amerika va boshqa davlatlardagi quyosh energiyasi taxtasiga bo'lgan ehtiyoj eshib borgancha Xitoydagi majburiy emgak dafsanchiligi taxmi ig'irlaydi ekan. Holbuki Xitoy hukumati bu rayonda mustaqil tekshirishga yo'l qo'ymaganligi uchun Xitoyning ta'minlash liniyasida Uyg'urlarni qul qilish jinoyatining aralashib qolmaganligini isbotlab berish nihoyat mushkul ekan. Angliya hukumati Xitoy shirkatlari ishlab chiqargan va Uyg'urlarni nazorat qilishga ishlatayotgan ta'qib nazorat uskunalarini hukumat organlarida ishlatishni cheklagan hamda ularni almashtirib o'tmoqchi bo'lgan. Bolly Insight to'rining xabar qilishicha, Angliya hukumati Uyg'urlarni bostirishga hamkorlashgan Haykang kamera shirkati, ya'ni Hikvision va Dahua shirkatining Angliya hukumat organlariga o'rnatilgan kameralarni almashtirmoqchi bo'lgan. Bu kameralar Angliya Davlat Mudofaa Ministrligi, Ichki ishlar Ministrligi, Səhiyyə Ministrligi, Əmgək və Pensiya İşlər Ministrligi, Ədliyyə Ministrligi və Saqçı İdarəsiga o'rnatilgan ekan. Angliya parlament a'zolari Xitoy hukumatining davomli holda Uyg'urlarni bostirayotganligi, dunyoning har qaysi joylariga hukumat organlari va tadqiqot o'rinlariga singib kirishga urinayotganligi, buningga Xitoy shirkatlari ishlab chiqargan shu kameralarning vositalik rol o'ynayotganligini ayblagan. Xabarda ko'rsatilishicha, Haykang va Dahua shirkatlarining ta'qib nazorat uskunalariga chiroy tonish iqtidorlar saplangan bo'lib, Sharq Turkistondagi shaharlar va yig'ilish lagerlariga keng ko'lamda o'rnatilgan. Bu shirkatlar Sharq Turkistondagi ta'qib nazorat qurilishining 11 turi bilan hamkorlashgan bo'lib, sodilish sommasi oz deganda 1 milliard 200 millionga yetadi ekan. Aziz ko'ruvchilar, yuqorida diqqatingizga Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'rt televiziyasining kundalik xabarlar programmasini sundik. Keyin qitimliq sonimizda ko'rishayli. Aman bo'lgaysizlar. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.